Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanali ashaddiy muxlislari. Hurmatli obunachilar, juda ham ko'plab akalarimiz so'rashganda, qo'y boqish haqida bir ma'lumotlar bering. Qo'y boqishda zot yo'nalishida boqqani yaxshimi yo o'zimizni jaydar yo'nalishda qo'y boqqani yaxshimi degan kommentariyalar juda ko'p kelyapti. Biz o'sha tajribali akamiz Zohidjon aka Hakim faollari kelganmiz. Xudo xolasa video davomida sizlardan kelgan barcha savol-javoblarga to'g'rirog'i javobini olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar endi? Rahmat. Mana apparatlaringiz keldi. Allohga shukr. Nihoyatga bir yoqdi bizga. Apparatingizni ishlatganmiz, Hoji akamni olib katta fermamizga ham olib qo'yganmiz. Endi qo'y boqish to'g'risida kelsak, uka, mana qo'ylarda oxirida ko'pchilik savol beradi-da. Oxirida o't, sho'rxa aralash to'la turibdi deydi. Bu bo'kib qolmaydimi? Qanaqa yo'nalishda deb. Hali oldingi videoda ham aytib o'tdik. Qo'y qancha qorinli bo'lsa, ashuncha semirish yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Mana buni birinchi o't, sho'rxa, kepakka bir qator to'ydirib olish kerak. Qoni ichaklarini kengaytirib olish kerak. Kengaytirib olib turib, bir 10 kun shu yo'nalishda baqib turib, olib kelingan hayvonni. Keyin don mahsulotlarini sekin-sekin qo'shish kerak-da. Hozir sirazi olib kelib turib donni beradigan bo'lsangiz, u qo'y bo'kadi. Har xil sharoitda keladi-da. Shuning uchun sho'rxa, bedani maydalangani, kepak aralashtirib tashab qo'yilsa, qo'y bo'kmaydi. Ichi kengayib oladi. Keyin sekin-sekin masalan yemini qo'shib boraverasiz. Bu yemga, lekin oxirida 24 soat kerak bo'lsa turish kerak. Turadi. Bosh 10 kunlikda 24 soat tursin-da. Unda rasxodlik ko'payib ketib qolmaydimi? Yo'q. Hayvon ming mashincha berganingizda ham o'ziga kerakligini yeydi. Keraksizini qo'yib qo'yadi. To'g'ri. Nimaga buni hozir siz ikkita pressni mashqqa solib qo'ysangiz yeb olmayapti? To'g'risida. Bu savolni ataylab sizga berdim. Bizga ham juda ko'plab obunachilarimiz berishadi. Biz ham to'kib qo'yib boqamiz-da. Qanaqa foyda qilasizlar, qanaqa qilib bunda orttirib bo'ladi deyshadi. Qo'yni aldaganimiz qoladi xolos, to'g'rimi? Agar oz beradigan bo'lsak. Biz endi buni meni otam baqqan. Qo'yga bermasang, yegizmasang, o'zingni o'zing aldaysan. To'g'ri. Misol kuniga hozir real 5000 rasxod qilyapti shu qo'y. 5000, 4,5 5000 rasxod qilyapti. Lekin oz-ozdan bersangiz 3,5 ming so'm rasxod qilarsiz, boring. Lekin darajasi emirmaydi. Yo'q, 120 kun baqasiz. U 5000 dan 6000 dan rasxod qilib turib 60 kun baqing. To'g'ri. To'g'rimi? Daromadi shunga qarasha bo'ladi. Yegancha prosta ko'p videolarimda ham aytaman, qo'yni eng xavfli tomoni bo'ktirib qo'ysangiz, hafsala sovib ketadi baxetga odam. Shuning uchun bo'ktirmaslikni yo'lini tayyor aytib o'tyapmiz mana. Sho'rxa, beda, kepak aralashmasi. Birinchi shunga 10 kun ichida kengaytirib oling qo'yni. Qonni keng bo'lib olsin. Keyin sekin shu holatdagi nimaga yem qo'shib boraverasiz. Ana bo'ktirmay olib chiqib ketasiz qo'yingizni. Moslab olasiz. Endi bu bo'rdoqchilikka boqilayotgan qo'ylarmi bular? Bu bo'rdoqchilikka mana bu misol biz endi mana shu yerga 1,5 ga 1,5 qilib, joy qilib, qo'chqorchalar tashab qo'yganmiz. Endi bu bizning sotuv bo'limimizda bizda. Mahallani ichiga ko'rdingiz, masalan, aholiga shu yaqin o'rtamizda bu yog'i 20 kilometr, bag'i 50 kilometr kimga qo'y kerak bo'lsa kelib shetdan olib ketaveradi so'ygani. Taroziga qo'yib qo'yganmiz, 60 ming so'mdan qo'chqorlarimizni tortib beramiz hozirgi kunda. Mana shu yerga akamiz bo'ladi, keladi, tanlashadi, olib ketishadi. 60 kilosi bo'lsa 3,600,000 so'm qilishib. Endi shuna qilib qo'yib qo'yganmiz, doim kerak odam qo'ysiz ketmaydi. Bo'ladi, hamma bo'ladi inshaalloh. Bo'ladi. Xo'p, Zohidjon aka, endi yemga tashadingiz, tashamoqchisiz qo'yni. Qanaqa qo'yni olishni tavsiya qilasiz? Masalan, qo'chqorda qanaqasini tavsiya qilasiz-ku, sog'liqda qanaqasini tavsiya qilasiz? Yaxshi foyda qilish uchun. Eng tavsiyam, ko'p videolarimda aytaman, hamma qo'yni oling. Kerak bo'lsa 1,5 millionlik qo'yni ham olib, yaxshi mehr borib qarasangiz 3 millionlik bo'ladi. 1,5 million foyda qilasiz. 5 millionlik qo'yni ham yaxshi mehr qilsangiz 2 million foyda qilasiz. Misolda endi boring 2 oyda. Shu 1,5 millionlikka ham mehrni bersangiz zo'r foyda qilaverasiz. 10 millionlikka ham mehrni bersangiz foyda qilaverasiz. Faqat olib boqishda ko'pchilik foyda qilmadim. Mana erta bahor oluvdi 2 million 200 dan kecha olib chiqib 3,5 millionga sotdik deyapti. U kamrog'i ham bergan. Bu bir. Birinchi xatoni qimmat olib qo'ygan. Qimmat olib qo'ygan. U keyin u 2 oy, 1,5 oy ashi qimmat olib qo'yganlik nisbatan tekin ishlaydi. To'g'risini aytaverayda. Shuning uchun olyatib turib, mana kilolarga ham yaxshi bo'lib qoldi-da, hozir kiloga olish. To'g'ri. Hali adashilmaydi shunda.
Nimaga? 60 kilolik qo'y olsa 90 kilolik qilib sotyapti. Uni hisobi chiqadi, foydasi chiqadi. Xo'p, sezonniy boqishga qanaqa qaraysiz? Masalan, zot sezonga yaxshi sog'liqlar yetiltirishga yoki qishda qo'chqor boqishga, qisir sog'liqlarni qaysi vaqtda boqishga, unaqa yo'nalishga qanaqa qaraysiz, Oqjon aka? Yaxshi qaraymiz. Hozir rosa shunaqa payti. Mana bundan buyog'iga qo'chqor bilan boladan ajragan qo'yni bir xil baqadigan paytga kelib qoldik. Sabab Qurbon hayiti mana yaqin. Qurbon hayiti boring 3 oy bor, misol. 3 oy oldin qo'chqorchalarni olish kerak. Mana 50 kilo, 45 kilolik qo'chqorchalarni. Ham savobi ulug' bo'ladi, xalqqa go'sht yetkazasiz, to'g'rimi? Yetiltirib. Ham foydasi ham yaxshi bo'ladi. Nima desa bo'ladi? Olgan hayvoningizni xalq iste'molga ishlatadi shu paytda. Qurbon hayitiga siz 102 ta tayinlasangiz bo'ladi. Mana shu qo'chqorchalarimiz 45 kilo, 47 kilodan kelgan. Hozir kecha tortdik 66 kilo bo'lyapti. Uje 2 oy bo'lgan yo'q. O'sishi zo'r. O'sishi zo'r. Nimaga? Men o'zimni vitaminlarini beramiz, makka donlarini, yem tayyorlashimizni 10 kun, lekin mashinada turgan bo'lsa, bizda 24 soat shu oxirida yem turadi. Turadi, ochig'ini aytaman. Hamda qo'ylarni ham ko'rsatamiz. Xo'p, Zohidjon aka, bitta qo'y masalan oyiga o'rtacha qanaqa vazn olsa yaxshi hisoblanadi? Masalan, deylik 5 kilo, 6 kilo, deylik 10 kilo bo'lib ketishi mumkin. Yaxshi o'sayotgan qo'y bir oyda tirik vestiga 10 kilo oladi. 10 kilo oladi. Tirik vestiga 10 kilo oladi. Nima yana bir tomoni ham bor. Shu ko'pchilik e'tibor bermaydi. Qo'yni olib keladi, 60 kilo bilan 80 kilolikni orasida vazn olishi jicha qiyinroq bo'ladi. Suvlanib qolgan qo'yda. Nega desiz, misol 60 kilolik kelgan qo'y qorinlik, qonni katta, jiri yo'q qo'y o'ladi-da. U qo'y endi 80 kiloga chiqquncha go'sht yig'adi. Xullas, masalan 60 kilolikni so'yadigan bo'lsangiz 31 kilo go'sht qilsa, 30 kilo 50%. Lekin 70 kilolikni so'yadigan bo'lsangiz 40 kilo qiladi. Go'sht prosent oshadi. Ashaqaga ham e'tibor berish kerak. Xo'p, endi men bizni ham ozmi ko'pmi obunachimiz bor. Aloqaga chiqishadi, internetda ma'lumot olishyapti ekanda, kimlardir shunaqa ma'lumot beryapti ekanki, oyiga 1 million, 1,5 milliondan tashlaydi deb ma'lumotlar berilyapti ekan bitta qo'ydi. Endi siz mutaxassissiz, mutaxassis sifatida nima deysiz? Bir oyda bitta qo'y qancha tashlaydi masalan o'rtacha hisobda? Yo'q, endi biz aka-ukalarning videosini ko'rmaganmiz. Bir narsa deya olmaymiz. Endi 1 millionga olgan bo'lsa, 4 millionga sotsa 1,5 million foyda qiladi. To'g'rimi? Endi olishini bilmaymiz-ku. Yo'q, bir oyda 1 million tashlaydi degan ma'lumotlar ham bo'lyapti ekan. Yo'q, endi unchalik bilmayman. Bir oyda 1 million endi olishiga bog'liq uka, olishiga bog'liq. Endi to'g'risi arzonroq olsa foyda qilishayotgan bo'lishi mumkin. Lekin men masalan bitta olganda 100-200 ta olib tashlaymiz. Masalan qo'ydim. Men bitta qo'ydan bir oyda 300 ming so'm daromad hisoblayman. Yegizgan, ichkizgandan tashqari 300 ming so'm foyda yetarli. Inshaalloh. Endi ichida 500 ming so'm qoladigani ham bor. Quyuq suyuqda kelib qo'yadi. 200 ming so'm o'smayotgani ham bor. Endi har xili chiqadi. To'g'ri. Lekin har bitta hayvonni baqishdan oldin tozalov qilmadingizmi, usiz foyda qilishingiz qiyin. Tozalaganingizda endi ichki tashqi parazitlarga nima? Birinchi ichak qurtdi. Bir haftadan keyin jigar qurtdi. Bir haftadan keyin ustki parazit. Ularga nimalar qilsak bo'ladi? U masalan birinchi olib kelish qo'ydi. Endi masalan biz kuzatuvchilarimiz ichida yangi boshlayapti yo'li ko'pda. Nima qilsak bo'ladi? Masalan olib keldik, men qo'y oldim. Masalan qaymoq dorilar bor. Hozir pauza qilib turing, nima olib kelaman, idishini ko'rsatamiz. Ha, dorilar